Qizlar salom, men bugun Nordstrom Rack magazinga keldim. Bu yoqda qaranglar, kart holderlar, kartalar solib yuradigan har xil mana hammasini narxini hozir bittadan ko'rsataman. Leather brendini tak narxlari bu yoqda $17 qizlar. 16.97. No, nari beri 17. Mana bunaqa dumalolardan ham bor. Bu yoqda kashlolar, mana kart holderlar bu yoqda ham. Tak $30 narxi o'zini, hozir bu yoqda $15 qizlar. Bu yoqda, конечно, sumkalar qizlar. Nordstrom Rackda juda ham zo'r sumkalar bo'ladi. Ray-Ban New York mana o'zini narxi $140. Qaranglar. $358 bo'lgan o'zini narxi, bu yoqda $139.97, $140 hisobda. Mana Ray-Ban bu brendniki hammasi sumkalari korичневый цветdagi mana o'ziniki 198. То есть hozir bunisi 198 deyapti. Yo'q, mana $80 ekan qizlar. O'ziniki shu $200 cha bo'lgan ekan oldingi narxi. Qaranglar, bu yoqda har xil sumkalar bor. Ted Baker London. Hozir narxlarini ko'ramiz. Qaranglar, skidkada $100 ekan. 97.48. O'zini narxi 150 bo'lgan. Qaranglar, bu ham skidkada ekan, $60. Mana bunaqa sumkalar. Mana bunaqa kichkina sumka ham bor ekan, Ted Baker ekan. Mana bu yoqda bunaqa sumkalar ham bor, Lucky brend ekan. Buni jinsilari ham bor qizlar. Lucky brend jinsilari rosa yaxshi. Hozir mana buni ham narxini ko'ramiz. $90 qizlar. Qaranglar. Har xil sumka, mana bu yoqda oq tsvetidan ham bor ekan. Bugun bittadan ko'rib chiqamiz sumkalarni qizlar. Qaranglar, qancha sumka bor. Menga oxirgi payt mana bunaqa sumkalar rosa yoqadi. Qaranglar, Steve Madden sumkalari $50 qizlar, 49.97. Bunaqasi ham bor. No, menga ko'proq yoqdi qizlar menga. Juda ham yoqyapti. Imенно mana shunaqa sumka. Qaranglar, bu yoqda mana bunaqalari ham bor ekan. Bu ham Steve Madden brendiniki. Bu ham $50 qizlar. Tak mana usti bunaqa yopilish kerak. Ololmayapman-da, ichidagini ko'rsatmoqchi edim sizlarga. $50 qizlar. Qora tsvetidan ham bor. No, men o'ylayman, mana bu tsveti bogatiyroq turadi. Ilganda ham. Qaranglar, bu yoqda mana bunaqa to'rtburchak shakldagisi ham bor. Mana $110 qizlar. Mana Steve Madden mana bunaqa ro'molchalari bilan. Qaranglar. Bu yoqda nima ekan bu? Hozir ko'ramiz. Kipling bo'lsa kerak bu ham. Bu yoqda shunaqa sumkalar. Повседневкаga bu yoqda sumkalar. Более takoy yaxshirog'ini xohlasanglar, albatta men sizlarga Kurt Geiger brendini qaranglar. O'zini narxi 265 bo'lgan, hozir bu yoqda $140 qizlar. Va pishi chiroyli. Hayotda ko'rsanglar juda ham chiroyli, sifatli. Sifatiga gap yo'q. Bunga nima sig'adi? Kart holder обязательно sig'adi. Telefon, kalit. Sayzi juda katta emas. Bu yoqda qaranglar, mana bunaqa korичневый цветida ham bor. Mana remishoklari mana bunaqa. Mana bunaqa to'qroq korичневый цветda ham bor. Qaranglar. Voy, ochilibdi. Bitta qo'lim bilan yopa olmadim. Ko'rsataman, bunisi sayzi kattaroq qizlar. No, bu brend shunaqa chiroyli qizlar. Pishi gap yo'q bu brendga. Mana qaranglar, to'ylarga mana bunaqa klachlar ham bor. Orqasida mana yaltiroq yaxshi ko'radiganlarga imенно bu ham mana Kurt Geiger brendi. Men buni ko'p ko'rsatganman sizlarga. Qaranglar, bu yoqda kattaroqlari ham bor. Tak, mashina narxini sizlarga ko'rsataman. $160 ekan qizlar. Mana bu tsvetini qaranglar. Pishi chiroyli. Mana yaqindan ko'rsataman. Mana remishoklari qizlar.
Biza hozir Tory Burch brendini ko'rsataman. Tory Burch ham juda ham chiroyli qizlar, korичневый цвета. Hozir skidkani o'zida qaranglar. Buni o'zini narxi $475 bo'lgan qizlar. Hozir skidkada mana sizlarga ko'rsataman. $279.97. Это значит $280 qizlar. Bunaqa qora tsveti ham bor qizlar. Mana bunisi oddiyroq. Mana bunisi ham mana ko'ryapsizlar. Bu yerda mana bunaqa oq tsvetlardan ham bor, qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bunaqa tsvetlardan ham bor. Yaltiroq. Qaranglar, mana bu ham bor ekan. Mana bunaqasidan ham bor ekan. Bunisi kattaroq. Orqasidagilarni ko'rsataman. Xullas, buni Tory Burch brendiniki. Bu yerda Mark Jacobs mana $220 qizlar. Orqasida mana bunaqa tsveti ham bor. Mana qora tsvetidan ham bor. Hammasining narxi bir xil, 220 qizlar. Mana bunaqa to'rtburchak sumka xohlaganligi ham juda katta emas, lekin sayzi videoda vроде katta ko'rinyapti, o'zi unaqa katta emas. $174.97, $175 qizlar. Orqasida qora tsvetidan ham bor, mana bunaqa kattasidan ham bor, qaranglar. $125 ekan qizlar. Qaranglar, ko'p brendlar bir-biridan ko'radimi, hayronman. Mana buni yaqinda Michael Kors ham xuddi shunaqa chiqardi, faqat MK Michael Kors yozilgan. No, bir xil, prям один к одному dey, mana gullari. Именно shunaqa modelda chiqazdi-da. Qarabsizki, mana Marc Jacobs brendida ham xuddi shunaqa chiqqan. Sorry. Qaranglar, hozir men buni ko'rsataman. Kurt Geiger'nikini oranjoviy tsvetda, kichkina. Tak, narxini aytaman sizlarga. $100 qizlar. Mana bunaqa tsvetidan ham bor, yaltiroq yaxshi ko'radiganlarga. Mana qaranglar. Mana bularni qaranglar. Qora. Mana. Bu hozir ko'rsatganlarimdan kichkinasi. No, mana buni qaranglar. Klubnika mana. Nima derdi? Qulupneli. Kim oladi shunaqa? Men o'zi olmasdim bunaqa modelini umuman. Tak, mashina ko'rsataman sizlarga. Hozir mana shu qulupneli sumkani narxini. Tak, $89.97 qizlar, $90. Olgan bo'larmi deylar, qulupneli sumka. Men masalan olmasdim. Mana buni qaranglar, rosa chiroyli ekan. Mana buni tutsa bo'ladi. Qaranglar. Вообще chiroyli. $99.97 qizlar, kattagina, juda ham chiroyli. Har kelganimda ko'rib ketaman shuni. Mana bunaqa tsvetidan ham bor. Bu ham shu Kurt Geiger brendi. Qaranglar, bu yerda ham повседневкаga Steve Madden brendiniki. Bu yerda ham mana Kurt Geiger brendiniki. Mana buni qaranglar, to'qib chiqarilgan. Вроде ничего bu ham, no, buni narxi qizlar $120. $120 qizlar. Mana ichi. Bunaqasi ham bor ekan. Kate Spade brendiga keldik qizlar. Kate Spade brendi ham juda ham qimmat brend hisoblanadi. Tak, $100 qizlar. Mana bu kichkinasi qaranglar. Ichiga vроде bitta telefon sig'adi и kartani o'zini tiqsanglar sig'adi mana. Ozg'inligi, to есть mana bunaqa sayzini aytyapman. Mana bunisi ham. Bu qora tsvetlar ekan.
И bu yoqda mana bunaqa rozvoy tsveti $80 qizlar. Mana klachga o'xshar ekan. Mana bunaqa bejavoy oq tsvetlar ham bor ekan. Bunisi menga yoqdi ko'proq, qaranglar. Agar hozir olib ko'rsatsam, mana shunisi menga yoqdi, lekin narxlarini hozir ko'rsataman sizlarga. $150 qizlarjonlar. Mana bu yoqda qizil sumkalar yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, tak, narxlarni ham ko'rsatib ketaman. $100 qizlar, $100. Mana bu ham juda ham kichkina, nejniy ekan, qaranglar. Mana orqasida mana bunaqa zeleniy tsvetlar ham bor. Kate Spade'ga mana buni qaranglar, korичневый tsveti. Stilli, lekin bir xil Michael Kors bilan. Qimmat brend bu ham. Qaranglar, mana bu yerda quplab qo'ygan kart holderlar, mana Michael Korslarniki. Bitta olsanglar ham ancha yil kutasizlar. Juda ham sifatiga gap yo'q, lekin qimmat narsa bilan baribirga ham arzon narsani farqi bo'lar ekan, qizlar. Bu yoqda ham Kurt Geiger brendiniki, qaranglar. Bir xil narsalarni shunaqa narsani ichiga tiqib qo'yishadi, чтобы odamlar o'g'irlab ketmasligi uchun. Mana bu yoqda Kate Spade ko'rsatdim. Mana bu yoqda ham sumkalar, qaranglar, bularga 70% off bergan. Ajoyib sumkada ekan, lekin hozir endi qarang, bu yoqga ham tiqib qo'yishibdi. Mana Kurt Geiger brendinikini. Mana narxlarini qo'yib qo'yibdi. $120 qizlarjonlar. Buniki $90. Orqasida har xil korичневый tsvetlar bor ekan. Bu yerda Michael Kors sumkasi. Hozir endi Michael Kors brendini ko'rsataman sizlarga bittadan. Tak. Michael Korsga $100 qizlar. Chiroyli tsvet, hamma narsaga tushib ketadi. Xuddi shuni qorasi ham bor, qaranglar. Mana bunaqasi ham zo'r ekan, lekin $100 qizlar. Orqada mana bardoviylari ham bor. Mana bunaqa tsveti ham bor. Qizlarga o'qiyotgan qizlarga rosa chiroyli ekan, nejniy ekan, sarpalagi ham juda ham chiroyli. Mana juda ham hammaga tushadigan tsvet, onalarga, hammaga podarkaga ham zo'r. $80 qizlar, lekin juda ham kichkina. Imейте в виду do'ma. Bu yoqda ham Jack brendiniki. Qaranglar, remishoklarini qalin. Bunaqa oq bejavoy ekan, bu oq emas. Mana bunisi, bu mana $170 qizlar. Mana bu orqasida imенно bejavoy, mana bunaqa korичневый tsveti, qora tsvetidan bor ekan. Katta sumka xohlayotganlarga qaranglar. Juda katta, udobniy, hamma narsa sig'adi. Mana bunaqa sumka ham bor. Hozir olaylik. Mana qizlar oldi. Narxi $200 qizlar. $200. Mana bunisini qaraymiz. Qora tsveti ham bor. Qora tsvetlarga, yaxshi ko'radiganlarga. Jinsili, mana shunaqa ham rosa moda bo'lyapti. Michael Kors ham rosa oyoq kiyimlargacha chiqaribdi. Qaranglar, hammasi bir-biridan o'g'irlaydimi, bilmadim. Lekin bir xil, bitta payt chiqarishyapti hammasi. Mana tushunishim bo'yicha. Chunki kuzataman, ko'raman hammasini. Mana buni qaranglar. Birga match qilib olsa bo'lar ekan. Rosa chiroyli ekan. Mana bunisi ham o'qiydigan qizlarga ayni mudo deydi-ku. Bu rozvoy ekan. Rozvoy tsvet xohlaganlarga ham. Tak, ichini ko'rsatib ketaman. Remishoklari ham bor qizlar. Bularni lekin
farqini juda ham yaxshi bilasizlar. Taqqanda juda ham sifatli qizlar, juda ham sifatli. Bu yoqda ham qaranglar. Har xil kart holderlar mana. Sumka Kate Spade, Michael Kors, Kurt Geiger, remeshoklari, remellari mana. Mana bu yoqda ham Marc Jacobsga mana boyiga ko'rsatgan Kurt Geiger brendiniki qaranglar podarkaligi, mana bunaqa kart holderlar. Mana $80 ekan mana bu. Qaranglar, har xil svetlarda bor. Hamma narsa bor, faqat pul bo'lsa bo'ldi deydi-ku. Men bu yoqda oyoq kiyim tomonidaman. Qaranglar, mana bunaqa oyoq kiyimlar rosa moda bo'lyapti lekin. Rosa asal ekan lekin qaranglar. Har xillaridan bor. Tapchkalar ham bor. Yo'q narsani o'zi yo'q, bu yoqdan yaxshi oyoq kiyimlar, klassический ham, sportivniy ham hamma narsa topsa bo'ladi. Qimmat, lekin juda ham puliga ham arziydi. Juda ham chiroyli. Qaranglar, men bu hozir ko'rsatganim mana bunaqa qora tsveti. Faqat mana bunaqa orqasi yopiq, rosa moda bo'ldi shunaqa. Hozir mana buni ham ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Clean brendiniki, qaranglar. Asal ekan lekin bu ham. Har xil klassический tuflilar, sportivniy har xil krossovkalar ham bor. Kurt Geiger brendinikini qaranglar. Kiyganda shunaqa asal turar ekan qizlar. Mana qaranglar, kiyganda rosa asal turar ekan. Jinsilar bilan ham ketar ekan, вообще zo'r. Skecherslar ham bu yoqda topsa bo'ladi. Mana buni ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. O'tgan yil ham rosa moda bo'ldi shunaqa oyoq kiyimlar. Mana qaranglar. Kim kiyar ekan shunaqa oyoq kiyimlarni? O'rtadi-ku, do'man tegilari ham prям shundoqnaqa tekisda tegan. Bu yoqda krossovkalar, qizlar. Shunaqa zo'r krossovkalar lekin Nike, Adidas zo'r anaqalari bor. Mana Nordstrom Rack o'zini brendi ekan, qaranglar. O'zi ham tapchkalar chiqarar ekanda. Menga ham yengillik bo'ldi. Bilmagan ekanman chiqarishini. Mana buni qaranglar. Miya. Tommy'ni mana bunaqa shlopkasi mana. Kate Spade brendiniki qizlar. Uchli yaxshi ko'radiganlarga zo'r ekan. Bu yoqda krossovkalar, qizlarjonlar. Shunaqa zo'r krossovkalar ko'p. Juda ham ko'p turlari bor. Mana bunisini, например, ko'rsataman, qaranglar. Tegini ham вообще zo'r ishlangan bu ham. Bu Adidas ekan qizlar. Mana. Qaranglar, bu Puma'niki. Mana. Mana bunaqa seri zолотистый цвeti ham bor, qaranglar. Adidas'ki, Nike, Adidas har xillaridan bor. Mana buni qaranglar. Rosa shunaqalar ham moda bo'ldi lekin bittasini kiyib ko'raman. Tak, qanaqa turar ekan oyoqda? Hozir ko'ramiz. Qaranglar. Oyoqda ham lekin zo'r turar ekan. Yumshoqqina ekan qizlar. Qizlar bu yoqda Nike qaranglar. Tepa-past shortik dvoykalari, shorti futbolkalari. Mana bunaqa Just Do It futbolka shortiklari. Hozir sizlarga bunaqasiga ko'rsataman. Qaranglar mana.
bunaqa tsvetidan bor, seri tsvetidan bor, mana bunaqa oq qora shortikidan bor. Mana bunaqa Nike futbolka shortikidan ham bor, qaranglar. Tak, bunaqa seri shortigi bilan futbolkasi qizlar. Futbolka shortik qizlar. Nike futbolka shortik mana yana. Seri futbolka shortilari mana bu qora qizil shortikli. Bundan qaranglar. Shortigi bilan. Bu ham shortigi bilan qizlar prosta orqasiga ilib qo'yishgan. Bularni ko'rsatdim. Mana bu yerda mana bunaqa shortilari, futbolka shortik qaranglar. Tak, mana bu yerda yozga shunaqa sari, oranjoviy tsvetdagi shortik futbolkalar. Mana hammasida shortigi bor. Mana orqasida ilib qo'yishgan seri ko'ryapsizlarmi? O'g'il bolalarniki. Bu yerda qaranglar, shortigi bitta futbolka, bitta rubashka qizlar, qaranglar, zo'r qilib qo'ygan. Har xillaridan bor. Qaranglar tsvetlarini. Mana bunaqa rubashkalilari ham bor. Mana buni qaranglar. Dam olishga borganda ham kiyadigan mana shortilari bilan birga zo'r qilib qo'yishgan, lekin mana bunaqa tsvetlardan ham bor. Futbolkasi ko'k shortigi qizlar. Mana shortigi. Qaranglar, mana bunaqalardan ham bor. Tepa past futbolka shorti, mana bu ochkilari bilan birga ekan, shortigi ham bor ekan qizlar. Mana qaranglar. Вообще materialga gap bo'lishi mumkin emas. Tommy'ni futbolkalari shortigi bilan birga qizlar. Tommy Hilfiger brendiniki. Mana multikli futbolkalar. Bu yerda zеленый mana bunaqa futbolka shortiklar. Mana bunaqa uzun shortiki futbolkasi qizlar. Calvin Klein brendiniki qizlar. Mana. Masalaga tarolarni ham ko'rsatib ketmoqchiman. Mendan taroy ham so'rashgan edi. Qaranglar, men buni qizimga ishlataman. Tangle Caesar degan brend, imini mana shu brendni eslab qolinglar. Soch yulmaydi, qizinglarning sochini yulmaydi. Rosa bittada chiganlarni ham chigal bo'lsa yechib olasizlar. Buni har xil tsvetlardan bor. Yana bitta Janik degan brend bor. Amazonda shu bilsanglar agar, u ham rosa zo'r, qimmat, lekin arziydi puliga. Mana men hozir imini mana shundan qizimga ishlataman. Juda ham sochi bir xilda chigal bo'ladi. Bittada yechadi. Men bunaqalarni ishlatmayman umuman. Mana qaranglar, bu yerda hech narsasi yo'q. Mana shuni olishinglarni tavsiya qilaman qizlar. Videolarim yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilib, tanishinglarga yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Yana videolar qo'yib turishga harakat qilaman. Rahmat.